alaykum, assalomu alaykum barchaga. Bugun 25-yanvar Qarshi mashina bozorida Gentra narxini qo'yib boramiz. Birinchi mashinamiz 2023-yil, kraskalar top-toza, stok holatda turibdi mana. Motor holatlari yangida turibdi. Zavodskiy valolari, hech narsa qilinmagan mashinamizga. Afishkalari, signalari, trafik uchun yurgan, lukli pozitsiyalari, maytiboli chiqqan. 2023. Narxini 205 million so'm qilib beramiz. Telefon qilsanglar ozgina o'tib beramiz. Yana bitta Bespravik bor mana Gentra. Bu ham 2023-yil, kraskalar toza. Motor holatlari. Bu ham stok holatda turibdi. Probek 110 km. Apishkalari, luki bor. Bu 2023 yil. Bu narxini 215 million deyilyapti. Telefon qilsanglar kelishib beriladi. Mana yana bitta bor qora. Bu ham Bespravik 2023-yil. Kraskalar top-toza, radnoy. Bu 155 km yurilgan mashina benzinda. Motor holatlari stok holatda bu ham. Balonlari, zavodskiy baloni, apishkalari, sidelari. Bu maytibol chiqqan lukli. Bunun narxini 215 million deyilyapti. Telefon qilsanglar kelishib beramiz. Nomerlarimiz 91 466 4 0. Telefon qilaverasizlar.